Hammaga salom. Bugun biz Minecraft'da tundra biyomida shahar yasab yo'l boshqaramiz. Biz hozir yo'lni kattalashtirib, yo'llarga ham yo'llar quramiz. Uylar va zavodlar qurishimiz mumkin. Men hozir bu yerga baliqlarni ovlash uchun joy quraman. Shuning uchun hozir durustib quraman videoni. Mana biz yerimizni ham kattalashtirib, baliq ferma ham qurib qo'ydim. Mana yerda baliqchi ketdi, mana shunday baliqni ovlab turaveradi. Bu jo'xani qo'yganim sabab ketdim. Mana biz fermamizni ham tugatdik. Bu issiqxonaga o'xshaydi. İçiga hamma narsani ekib qo'yamiz. Buzib oldim. Nasıl qotyapti? Bu telefon eskiga uchun o'ynayotgan telefon eskiga uchun. Koyamiz ekan. Bu qo'llar bo'lsin. Mana bizni baliqlar uchun ovqat uchun o'ylaymiz. Aytdi, har sabzavotlar keyingi ikki vaqt to'sganimiz sababi etga ayollar hujum qilishi mumkin va skeletlar ham otishi mumkin, zombilar ham bo'ladi bu yerda. Ammo kun juda kam bo'ladi. Men mana yerda issiqxona qilib qo'ydim. Mana yerga tez ishga kiribdi. Men yerga eshik qurmabman-ku. Eshik qurib qo'yamiz. Kattagan yotoqxonamiz bor. Bu yerda endi biz nima qilsak? Keyingi so'rayni biz mana bu yerda shaxta quramiz yoki ferma qurmoqchiman. Hozir unda do'stlar, mana hozir endi men ferma qurmoqchiman. Endi shuni quramiz. Hozir narsalarni joyiga qo'yapti. Nima ketishim bog'larni boshqa rangli to'sib va taxta. Nima? Do'stlar, mana men fermani ham qurib qo'ydim. Qo'y ferma qilib. Qayerdan ko'rdik?
Bunlarda hem Darkshaw'u Ashkrof'u hem bir hareket var. Hayır dostlar sağ olun.